Angliya tarixidagi eng yosh qirol Edvard oltinchi. Edvard oltinchi 1547-yil 28-yanvarda atigi 9 yoshida otasi Henri VIII vafotidan so'ng taxtga chiqadi. Edvard yosh bo'lganligi uchun taxtni vazirlar va nobellar boshqaradi, ya'ni mamlakatni. Edvard oltinchi Henri VIIIning eng ko'p kutgan farzandi edi va Edvardning onasi Henri VIIIning 3-rafiqasi Jane Seymour edi. Afsuski, Edvardning onasi Edvard dunyoga kelganidan biroz vaqt o'tgandan so'ng vafot etadi. Edvard taxtga chiqadi, aynan 9 yoshida. Ammo u unchalik uzoq vaqt davomida mamlakatni boshqara olmaydi, chunki u 1553-yilning 6-iyulida atigi 15 yoshida taxminiy kasallik tuberkulozdan vafot etadi. U vafot etmasidan avval o'ziga voris tanlash kerak edi, chunki Edward bu vaqtda hali oila qurmagan edi. Aslida Edwardning ikkita katta opasi mavjud bo'ladi. Bular Mary va Elizabeth Tudorlar. Ammo Edward o'zining katta opasi Maryning taxtga o'tirishini xohlamaydi, chunki Mary katolik, Edward esa protestant edi va u protestantlikka juda ham ishonardi va bilar ediki, uning vafotidan so'ng Mary taxtga chiqsa, u Angliyada protestantlikni olib tashlab, katoliklikni qaytadan qurardi. Shu tufayli u Maryning taxtga chiqishini xohlamas edi. Edwardning ikkinchi opasi Elizabeth esa xuddi Edward kabi protestant edi, ammo hech qanday sabab yo'q ediki, Maryni qo'yib Elizabethni o'ziga voris qilib tanlash uchun Edwardga, chunki agar Maryni bastard deydigan bo'lsa, Elizabeth ham bastard edi. Shu tufayli u ikki opasini ham taxtga o'ziga voris sifatida tanlamaydi va o'zining qarindoshi bo'lgan Lady Jane Greyni o'zini vorisi etib tayinlaydi o'limidan avval. Lekin Lady Jane Grey uchun bu taxt yaxshilik olib kelmaydi. Lady Jane Grey Angliya tarixida 9 kunlik qirolicha nomi bilan ham qolgan. Chunki u taxtga chiqqanidan 9 kun o'tgandan so'ng Mary katoliklarning yordami bilan Angliyaga, ya'ni Angliyaning poytaxti Londonga keladi va taxtni Lady Jane Greydan olib o'zi qirolicha bo'ladi. 1554-yilda Lady Jane Grey atigi 17 yoshda o'z boshidan ayriladi. Edward oltinchi Angliya tarixidagi eng yosh qirol va ko'pchilik tarixchilar va insonlar tomonidan achinishga sabab bo'ladigan ham qirol hisoblanadi, chunki u atigi 9 yoshda taxtga chiqadi va 15 yoshida vafot etadi.